Anvar aka, hozir biz qayerdamiz? Qanaqa qurilishlar ketyapti? Biz aka yangi Toshkentdamiz. O'zbekistonimizda eng zo'r shahari quriladigan joy bo'lyapti. 20 ming gektarga dunyo tan beradigan joy bo'ladi. Ikkita dom tushadi. Qanaqa loyihalar bo'ladi bu joyda? Umumiy bu yerda 2 million aholiga moslashgan, lekin biz shu yerda mingga yaqin xonadonlarimiz bilan bizlar ham o'zimiz hissamiz qo'shyapmiz. Nechta viloyatda proyektlar qanaqa ketyapti? Bizda aka 5 ta viloyatda proyektlarimiz bor. Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro. Buxoroda faqat gostinitsa. Yakunlab ham qoldik Farg'onadagilarni 4 oy, 5 oy bo'ldi boshlaganimizga. 11 mingta mijozga hozir xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Farg'onadagi xonadonlaringiz haqida bir to'liqroq gapirib o'tgating. Nech puldan boshlang'ich to'lov chiqadi? Bunaqa narsalarni aytsak reklama bo'lib qoladi aka. Podключ bo'ladi. Mebellari bilan, hamma narsasi bilan bo'ladi. Birinchi bo'lib shu bozorga mebel texnikasi bilan qilishni kirgizganmiz. 25-dekabr kuni remonti, mebellari, hamma narsasi bilan bo'ladi. Bitta kirib ko'rasiz. Mani obunachalarimga ham bir imtiyozli, bir boshlang'ich to'lovsiz, bir qandaydir chegirmalar darajasida qilib beralasizmi Farg'onadan bitta xonadonda? Farg'onadan agar sizni nomingizdan kelsa, aka 500 ming so'mdan kvadratidan chegirma qilib beraman. 100 kvadratlik xonadonga 50 million so'm chegirma bo'ladi o'shanda. O'zining narxi 9,5 million bo'lsa, 9 million so'mdan qilib beraman. 50 million so'm chegirma bo'ladi, masalan. Bilishimizcha, siz novochilikdan chiqqansiz. Birinchi boshlagan biznesingiz novochilik bo'lgan, shunaqami? Yo'q, men birinchi boshlagan bizneslarim kompyuterxona shunaqalar bo'lgan, lekin sevib shug'ullanib qilganim novvoychilik bo'lgan. Chunki unda u kasbdan men baraka topganman, oilamga juda bir shirin, halol narsalar olib borganman. Yoshlarga, sizni ko'pchilik havas qilganlarga bir motivatsiya bering, siz darajangizga yetish uchun nimalarga urg'u berish kerak ko'proq? Ota-onaning roziligi, hayotda elga, xalqqa yordami va shunday davlat sizni qo'llab turibdi. Shu davlatga siz ham nima bera olyapsiz? Shu savol sizni bir umr qiynab tursa, men ham shu davlatda qanaqa o'rnim bor? Nima bera olaman men mana shu davlatga? Xudo xohlasa davlatim uchun katta ishlar qilishim kerak, ota-onam uchun qilishim kerak deb harakat qilsa, hammasi zo'r bo'ladi. Qurilish biznesiga kirib ketganingiz haqida ham bir tushuntirish bering. Qanday qilib siz novvoy kompyutership bo'lib turib qurilish dom sohasiga kirib ketgansiz? Bu sohaga kirishim o'zi ota kasbim. 27 yillik quruvchilar. Men o'zim Samarqand davlat arxitektura va qurilish institutini tamomlaganman. Undan keyin prorabligim qilganman. Navoiychilik qilgan davrimizda ham prorabligim bor edi, brigadalarim bor edi. Shu asosda hamma eng pastidan shug'ullanib kelganmiz shu darajagacha, Xudoga shukr. Rahmat sizga, ketgan vaqtingiz rozi bo'ling. Rahmat, charchamang.